Va yana bir usul bu moliyaviy savodxonlikni oshirishga yo'naltirilgan biznes treninglar va biznes o'yinlarga qatnashish. Biznes o'yinlarga misol qilib Robert Kiyosakining Cash Flow o'yini asosida yaratilgan oxirgi yangi chiqqan biznes o'yinlarini tavsiya qilamiz. Hozir esa sizlarga O'zbekistonda chiqariladigan Poyga biznes o'yini haqida qisqacha gapirib berib, videoni yakunlaymiz. Poyga biznes o'yini Rossiya va boshqa davlatlarda chiqariladigan Денежный поток 303 biznes o'yini asosida yaratilgan va o'zimizning O'zbekiston bozoriga moslashtirilgan. O'yinni qisqacha ta'riflab beramiz. O'yindan asosiy maqsad pullarni oqilona boshqarishga o'rgatish. Ya'ni birinchi videoda aytib o'tilgan 99% odamlarni tashkil qiluvchi kvadrantning chap tomonidan qolgan 1% ni tashkil qiluvchi kvadrantning o'ng tomoni toifasiga o'tishni o'rganish. O'yinda har bir ishtirokchi orzu tanlaydi va birinchi bo'lib orzusiga erishgan ishtirokchi g'olib hisoblanadi. Har bir ishtirokchi hayotda kim bo'lishidan qat'iy nazar yollanma ishchi yoki professional toifasidan boshlaydi. O'yin jarayonida kvadrantning o'ng tomoniga o'tadi va orzusini ma'lum bir katta oylik daromadga erishgandan keyingina sotib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu o'yinni kuzatuvchi trener boshchiligida o'ynash eng samarali hisoblanadi. Chunki u sizning harakatlaringizni kuzatib borib, pullaringizni boshqarishdagi kamchiliklaringiz va kuchli tomonlaringizni aytib o'tadi. Tan olishimiz kerak, bugungi kunda pul katta kuchga ega. Pul borasida ikki xil muammo mavjud. Birinchisi pul yetishmovchiligi, ikkinchisi uning haddan ziyod ko'pligi. Siz qaysi birini tanlaysiz? Moliyaviy erkinlikka erishish uchun har ikkala turdagi muammolarni yechishni bilishimiz kerak. Bu videoda esa asosan birinchi muammoni yechishda kerak bo'ladigan eng oddiy maslahatlarni keltirib o'tamiz. Avval pullar haqidagi faktlardan boshlaymiz. Birinchisi, agar cho'ntagingizda 10 AQSh dollari bo'lsa, demak siz 25% amerikaliklardan ko'ra boyroqsiz deganidir. Ikkinchisi, butun yer yuzidagi pullar miqdori 75
Hammasini, hattoki jvachkagacha. Haftani oxirida dam olish kunlari ularga bir ko'z yugurtirib chiqasiz, nimalarga ko'proq yoki umuman behuda pul sarflaganingizni bilib olasiz. O'ylab ko'ring, ba'zi xarajatlaringizga ko'p miqdorda pul sarflab yuborasiz. Taksi, kofe, oyoq kiyimlar yoki boshqa narsalar hammada har xil. 3-maslahat. Ishda tushlik sotib olishni to'xtating. Ko'pchilik o'z ishlash joyida tushlik sotib oladi. Umumiy ovqatlanish joylari yoki magazinlardan olinadigan ovqatlarni uyingizda tayyorlasangiz ancha arzonga tushasiz. Endi hisoblab ko'ring. Har kuni uydan ovqat olib ketishga odatlanib, shaxsiy byudjetingizga qancha foyda keltirishingiz mumkin. Undan tashqari sog'lig'ingizga ham. 4-maslahat. Har kuni kofe sotib olishdan tiyiling. Aksariyat odamlar o'zini ish kunini kofesiz tasavvur qila olmaydi. Kofeinga bo'lgan ehtiyojingizni qondirishda o'z oshxonangizga murojaat qiling. Do'kon va taomgohlarda sotiladigan qahva o'zingiz tayyorlaganingizdan qimmatroqqa tushadi. Sizga arzimagan bo'lib tuyulgan pullar 1 yil davomida qancha katta mablag'ga aylanishi haqida o'ylab ko'rganmisiz? 5-si. Plastik kartangizdagi pulni keraksiz xarajatlar uchun sarflashga chek qo'ying. Naqd pulsiz hisob-kitoblarda ko'pchiligimiz yutqazamiz. Plastik kartadagi pulni o'zimiz bebaraka qilamiz. Xuddi pulmasdek tuyuladigan bu pullarni supermarketlarda ayniqsa ishlatib yuborishdan tiyiling. 6-maslahat. Oldindan tuzilgan ro'yxatsiz supermarketga yoki bozorga bormang. Faqat ro'yxatdagi narsalarni oling. Kassada olgan narsalaringizga yana bir ko'z yugurtirib chiqing. Keraksizi bo'lsa qaytarib berishdan uyalmang. 7-si. Do'stlar bilan restoran va kafelarda didorlashishni kamaytiring. Dunyo shodliklari yig'ilsa butun, do'stlar didoridan bo'lolmas ustun. degan gap borki, lekin do'stlar bilan aylanish, cho'ntagingizni bo'shatib qo'ysa, shodlik haqida gapirish befoyda. 8-maslahat. Ko'chadan ovqatlanishdan tiyiling. Yarim tayyorlangan mahsulotlar, magazinlardan olinadigan ovqatlar yoki qovurilgan tovuqlar, bularning hammasi nafaqat kissaga, balki sog'likka ham zarar keltiradi. Uyga yaxshigina bozorlik qilib qo'yib, o'zingizga yoqqan taomlarni o'z qo'lingiz bilan tayyorlang. Tezroq sarmoyaga yig'ish uchun erinchoqlik qilmang. 9-si. Taxmin qilishni to'xtating. Hisoblashga odatlaning. Ko'pincha odamlar nima uchun pul yig'ayotganini aniq bilmay turib jamg'arishni boshlaydilar. Shuni oydinlashtirib oling. Aniq manzil ma'lum bo'lsa, yo'lda adashilmaydi. Sizga qancha pul kerakligini hisoblab chiqing. Keyin esa bu pulni qancha muddatda jamg'ara olishingiz haqida o'ylab ko'ring. Bu odat sizga tejamkorlik va intizomni o'rgatadi. Pul yig'ish taxmin va tavakkallarga emas, aniq strategiyaga asoslangan bo'lishi kerak. Va bugungi 10-oxirgi maslahatimiz: ertangi kuningiz haqida ertaga o'ylashni to'xtating. Bu maslahatlarni eshitish yaxshi, ularga amal qilish undan ham yaxshi, lekin ularni do'stlaringiz bilan bo'lishish esa oliyjanoblikdir.